Mardon aka, qani kayfiyatingiz yo'q? Xonzoda, kecha kuni bitta qizni rasmini ko'rsatdim-ku. Shu qizni ko'ngliga yo'l topishning iloji bo'lmayapti. Shunga kayfiyatim yo'q. Mardon aka, qiz bolaga gul sovg'alar bilan qo'ynaga kirasiz. Bermagan gulim, bermagan sovg'am qolmadi. Umuman foydasi yo'q. Mardon aka, Bagibidan gul oling, foydasini ko'rasiz. Qani yuring-chi? Yuring, ketdik, men sizga boraman. Ketdik. Xonzoda, nima uchun aynan Bagibi? Mardon aka dedi, nozik qizlarga nozik gullar yoqadi. Shuning uchun Bagibiga keldik. Hali ichkariga kiraylik. Bundan ham zo'r narsalar bor. Kirib qolmiz ketib qoladi. Qani ketdik-chi? Vau! Qale, yoqdimi? Vashi cho'tdi. Mardon aka, Bagibi do'konda barcha turdagi gullarni topishingiz mumkin. Eng qizig'ini aytaymi, bu gullar Xitoydan keltiriladi. Shuning uchun buni sifatlari ham boshqacha ekanda. Do'konda ishlaydigan florist yigitlar ham Moskvadan malaka oshirib kelishgan. Mardon aka, gulingiz tayyor bo'lguncha shunaqa chiroyli atmosferada bepul kofe ichib o'tirsangiz ham bo'ladi. Bakimi do'konida gullardan tashqari shunaqa eng so'nggi trenddagi parfumlar ham bor. Ushbu parfumlar Amerika va Xitoy davlatidan keltirilar ekan. Bundan ham bitta oling. Ular Bagibi do'koniga kelib gul xarid qilasizlar va bu yerdagi barcha fotosessiyalar boshqa barcha xizmatlar mutlaqo bepul ekan. Hozirda lekin Farg'onada birinchi marta ofisning ichida shunaqangi zelyoniy zonani ko'rishim. Albatta, chunki amerikanskiy stilda bezatilganda. Mardon aka, shu narsalar bilan o'sha qizni oldiga boringda qo'ynini aniq dab aytasizmi? Qani, men ketdim. Manzil Farg'ona shahar Mustaqillik ko'chasi 40-uy mo'ljal Ohu kafening ro'parasida. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, lichkaga olsalaring ham bo'ladi. Dastlabki xizmatlari ham bor. Bu videoni hamma farg'onaliklarga jo'natib qo'yinglar.